أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه، ثم ينبغي له ألا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه ولو تيمم قبل دخول الوقت caze indena deydi. Men biz hozir Munyatul Musalli degan Muhammad Ali Qashqari degan odamniki arab yozgan men ahkam to'g'riliq, ya'ni tahorat va namoz to'g'riliq yozgan bir mashhur bir kitob bor. Bu kitobning o'zi bizning rayonimizda mashhur bo'lmasimi, lekin bundan 700 yil burun mana Yamanda yozgan bir kitob endi. U odam Makkaga berib, Makkada men 16 yil atrofida turib, undaki Yamanniki Taz degan shaharga shu yerda yerlashib, shu yerda olim bo'lib, bu odam shu yerda bir kitob yozgan, bir 2-3 parcha. Shu kitobniki birisi men hozirgi o'qiyotgan Munyatul Musalli va Mughnil Muqtadi degan kitobni yozgan. Bu kitobning o'zi shu rayonlardan nihoyat maqbul bo'lib, jiq yerda o'qiladigan bir kitob ekan. Ham jiq olimlar buni sharh etgan. Endi bizniki rayonlarimizga nemishki u degandek shu burungi davrning o'zida u kirmatgan. Kirmasning o'zida chunki aloqa oz, u vaqtimiz yo'q. Odamda hamma narsani internetda topib olgandan bu kitob hamda internetda tepib yurib, izlab yurib, u tepib ketgan bu kitob. Shunga bu kitobni o'qiymiz Uyg'ur bo'lgandan. Endi u Uyg'ur bo'lgandan bizniki u xalqimizning o'zi ahkam masalasining o'zida Hanifiy mazhabda asos qiladi. Bu odam bu Hanifiy mazhabni asos qilib yozgan kitob bo'lgandan bizniki Uyg'urniki madaniyat va ularniki ahvoli, jo'grafiyalik o'rin vatanimizniki hammani biladi. Bilgandan qanday ishlar bo'ladi, buni qarab, aniki bu odam katta olim bo'lgandan Qur'on, hadis, undan boshqa Qur'on hadisni mana asos qilib yozgan fiqh ahkamlarniki ostida kitoblar. Men shu kitoblarning bir qancha mashhur kitoblarni kitobni o'qib, ondan bu odam shuni selishtirib bizning vatanning ahvoliga mush kitobni yozib ekan. Shunga biz hozir mush kitobni o'qiyapmiz. O'qib mana tayammum degan nima degan shu bir mavzuga kelgan. Oldingi darsimizda tayammum degan mana qanday vaqtimizda tayammum qilamiz deganidek, mana bu odam yer shunda su yodi yo'q, shunda tayammum qilsa mana qanday bo'ladi degandek bir qancha far'iy juz'iy masala bor. Buning ustida to'xtaldik. Hozir endi shuning ustida davomlashimiz. Undan tayammumniki o'zini nima deb qilamiz? To'pidimi yo tashdimi? Buning ustida nima qilamiz? To'xtalamiz. Endi deydi bu odam Muhammad Ali Kashqari degan odam mustahab qilindi shuki kechiktirilgan tayammum qilgan odam namozni vaqtniki oxirigacha kechiktirish buni men nihoyat yaxshi ish. Qachoniki bo'lsa bu odam suvniki bor ekanligini u joyda umid qilsa, yana ashada suv bor deb ko'nglida bir umid qon bo'lsa, u chog'ning o'zida mana namozniki vaqti chiqib ketgan qadar kelib qolishi mumkin deb shunday qon bo'lsa, namozniki shu boshda yo o'tir vaqt emas, sal uniki oxirgi vaqtimizga bekka makruh emas, shu vaqtgacha nima qildi, kechiktirib o'qiydi. Anadaki bu odamga mana kechiktirishda haddidan ziyod unda o'shirotmaydi. Chiqitay degancha qilmaydi. Mana uchal qanday bo'ldi desa, mana hattoki vaqt olmay namoz o'qigan namozi makruh vaqtda. Namozniki o'qiydigan bir muayyan bir vaqt bor. Shu vaqtniki eng afzal, normal, makruh vaqtlar bo'ladi. Unda o'g'andiki buni men kechiktirdim deb har bir namozga qashta vaqt bo'lgandiki toz kechiktirib chiqitay degan vaqtida
mesela gün çıketay depti. Ya o gün oltup ketay depti namaz yani gideydi. Bu işlik okuluda. Onda varken muşu vaxtımızda undaq qilishlik o'zi nima emas, o duruşçu emas. Makruh olmagan vaqt kichilik. U chog'imizda o'tirib sal endi namoz vaqti chiqadigan 5-10 minut yoki 1 soat bor. U chog'imizda darhol hozir soat bilgandiki shu gapni qildik. U vaqtimizda darhol nima qilish kerak u odam? Mana shu tayammum namozchi o'qishchi kerak. Va agar tayammum qilib qolsa bu odam vaqtniki kirishdan burun u chog'imizda durust bo'ladi bu tayammum biz Hanifiy mazhabning nazarida. Ya'ni bir odam safardayken, saferde olup qarasa su yo'q, vaqtdagi namozning vaqtiga kirmabdi. Kirishdan burun bu odam nima qilibdi? Tayammum qilibdi. Tayammum qilgan bo'lsa, bizning Hanifiy mazhabda shu tayammum bilan vaqtniki kirishniki oldidagi qilgan tayammum bilan vaqti kirgandan keyin shu vaqtniki namoz o'qish nima bo'ladi? Durustchi bo'ladi. Shu deymiz. Chunki bu tayammum taharetde ağan sonunki ornunda çoğu turdu. Ornu tuğan boğandaki suda ağan taharetimizi vaktin burun alsa, vaktin içi alsa ne boludu o pagızı duruşçu boludu. Bu da o andaki bu ne boludu o duruşçu boludu deyden. Hem de eğer bir adamda bir taharet ağıçılık ya usul kılışılık bir su bakken. Hem de cünüp olmayan olsa bu adamınki taharet vakti kipkepten taharet ağıçılık bir yeni su varken. Lekin bu adam bu suvni ishlatib qo'ysa, o'ziga yoki ular qoriga ussizlikni qo'rqidi ekan. Tarat olgandan keyin, bu suv tugab ketgandan keyin o'choqni o'zida biz ushlab ketamiz deydigan mushtaq bo'lgan bo'lsa, o'choqni o'zida bu odam darhol nima qiladi? Suvni ishlatmay, tayammum qilib namoz o'qiydi. Endi bir junub odam, endi bir junub odam Cunub şu yurgıda bir su varken, lekin bu suvni ichsa, bu odam ussab ketadi, ussiz qoladi. Ya hayvonning yuzi varken, ussiz qoladi ekan. Shu vaqt o'zida bu odam tayammum qilish orqali bu junub odam o'zi nima bo'ladi? Tayammum orqali u odam pokiz bo'ladi. Pokiz bo'lib, andan normal ishdak endi namoz o'qiydigan, qashqi boshqa ibodat qilgan hem işlerini nima qiladi, uni qiladi deb meni musannif ushtaqchi deydi. Endi undaq ish jiq yuz berdi. Endi hozirgi davrning o'zida nagir borsak hozir yotoq va suv va ashta yaba. Ammo sahroyi kabir, masalan bizniki vatanimizdek tarim o'ymonligi deganidek bundaq bir yerga berib qolsak, u chog'imizda bu masalaning o'zi u yerda bo'ladi. Ama onun da başka yerimizde hem yani şehirleşip ketkendiği keyin. Belki yine başka yerde bağdı. Mesela çoğun devletle kalan olsa, mesela Hindistan, Pakistan, yine bizdeki veterlerimizdeki yine başka yerde işte bir yer buluşu mümkün. Şu vaktimizde hem de o adamın üzerine şu su var. Ama su boğandıyken o adam mesela maşında ya ki başka nemede mesela maşında mansı o uçağınızda birden beriş mümkün. Şunda olsun tapamaydı ekan. Ama bu adam mağrur olmayıp ya piyoda minib qapti. Endi bu faqat shahardagi emas, buniki bu hukmniki masalasi butun shu insonlarga qartilgan nima o hukm. Unda bo'ladikan bizniki hozirgi davrimizda bu ishning o'zi pek az uchursinmi, aeroplanda mangimiz, poyezdda mangimiz, avtobusda mangimiz, mashinada mangimiz. Bu nayt bunda bir vakaniki hozir davrimizda ama burun devrimizde daha çok küçületti. Çoğu değil vatkan gibi. Yine birisi yanıdayken el mahbus fi seycin yusalli bi teyammum dedi. Turumuda solangan mahbus namaz okuydu teyammum bile. Yani o turumunun üzerinde o nimiken namaz okutmaydıken ya su vermeydiken su yok. Su yok işte apır başı kuruk öykü solak koygan bolsa hem o çağdaki hakimiyetten işte kıldan şey kargan çağınıydı. Adırık hakimiyet ko hem de kapır hem de o su bozum kıldırmaymen de kıldı hem de namaz okuydu. Hem de mehbus muşuk turumundaki adam teyammum bilen namaz okuydu.
Endi bu adam şu turmudik vaqtda aşağı tayammum namaz o'qigan bo'lsa, u chog'da turmudan chiqqandan keyin bu odamning o'zi bu namozni nima qildi? Uni qayta iodasi qildi. Deydi İmam Azam, İmam Muhammed rahmetullah aleyhima. Dedi İmam Ebu Yusuf rahmetullah bunu iade qilmaydi. Bir katap oldu mu? O adam son işiltamedi, su yok, sonu beğenmedi. Beğenmeyendeyken onunki ornuğa eğer su tapamısanlar sizler teyammüm namaz okun diyendeyken su adam tapamadı, iade kılmaydı. Hem de bu İmam Ezem'den İmam Muhammed rahmetullahi aleyhiniki men müştak bu kağamızı turumu yatkan bolsa mesela bulup bu Xitaynikidek, Kapırnikidek kurtagan bolsa, okutmagan bolsa eğer şu olmagan bolsa tayammum namaz okup bizdeki vatlarımız açtık. Hiç kadar müdersedir kıldırmaydı. O hazır durumda. Eğer imkan bolsa uçağınızda sonra alsak okup kalırsak uçağınızda ya kıynaydı yani kılıdı anda kılıdı desek uçağınızda derhal bu adam tayammum kılıp okutmayı eğer unutma. Okup kalsa uçağınız başka şey. Okumayı kısa tayammum kılışı arkalık bu adam namaz okuydu. Namaz okup tayammum bilen onundaki turmadan çıkıp kalgandan keyin andaki qayt okuydu dedi İmam Azam rahmetullahi aleyh. Nimiş koda deydi? Çünkü bu adamga bo'lgan namozniki mana suniki topolmaslikdan iborat bo'lgan bu mushkil ishniki u odam paydo bo'lishi bu insonlar tarafidan kelgan ish. İnsanlar tarafidan tabiiychi emas. Unda bo'lgandan keyin bu odamniki shundoq holatga bo'lib qolishi o'zi nima mas'ul. Unda bo'lgandan keyin hamda namoz o'qimayman desa bo'lmaydi. Unda uni zarur bo'lgandan keyin uni nima qilish zarurat jihatini o'qib turdi, ammo uni turmada chiqqandan keyin qoidasini qazosi qilib o'qiydi deb mush sababdan tutaydi. Bu fikr nima qiliqlar o'xshamaslik endi. Hamda yana bir gap val asiru fi daril harbi. Endi asir tushgan odam harbninki yutida. Yani daril harb degan nima? Düşman. Yani İslam devletler Müslüman kafir devlet resmi urushayotgan bo'lsa, u jonimizda bu ikkisi bir-biri dushman bo'ladi. U kafir resmi İslam dinini men ma'qulmayman, amal qildirmayman deb qiladi. Buniki o'zini İslamning hech qanday bir narsaning o'zini men shuar bo'lsa bir narsaning o'zini qildirmaydi. Namoz o'qitmaydi, masalan ahkam binas as qildirmaydi, jumanchi o'qitmaydi. Buniki o'zini bo'ladi, darul harb bo'ladi. Yani urush holatdagi nima o kofirlarning yuti bo'ladi. Shu chog'da andiki bir mo'min musulmon ularniki asirga tushib ketdi. Qarab boqamiz. Agar gap qilsa u chog'da tarat elib, hamma kofir hammasi o'xshash emas. Nima emas, hammasi o'xshash emas. Mana bizniki rayonlarimizda eng ashaddiy kofir bor. Bu kofirniki ne insonni, ne hürriyet, ne azatlık, ne erkinlik deydigan bunda bir hukum onunki hiç qanday tipidi yok. Fakat ular isem deydigan muşundaq yavai hayvan o'xshagan bir millet. Bunda olanken ha buniki dini erkinlik deb qo'yib o'zi xalqdan to'rab davlat boshqa yerdan to'rab va qanday qismaydi amal qilsa deb qo'yib uningdiki qanday qiladi bizga kelgan vaqtimizda hemen kuyatimiz. Muşundaq aldamchi buniki nima ekan uqmaydigan bir hayvandan o'ta bir maxluq. Mana mushundaq bo'lib qolgan vaqtda o'zida qarab boqamiz. Endi unda bo'lib qolsa u Xitoyning hech qanday qildirmaydi, hozir bu shundoq deb. Endi buni boshqa yerning o'zida asirga tushib ketdi boshqa bir davlatning o'ziga. U kofir aniq o'xshamaydigan bir kofir ekan. Qachoniki tarat erishdan va namoz o'qishdan to'silgan bo'lsa, masalan, bizning Xitoydek shu kofirdik. Mana Xitoy uni to'sibdi. Tarat alsang bo'lmaydi, namoz o'qisang bo'lmaydi, so'laymiz, urib mushtaqchi o'qigan bo'lsa va namoz o'qiydi bu odam. Naqadar qildi? Mana ashtaq tarat elish namoz o'qishdan to'sgan bo'lsa, u odamning o'zi tayammum qildi va ishorat bilan namoz o'qiydi. Tayammum qilib, endi tarat og'il qo'yib deydi. Endi qolgan kofirlar erkin masalan. O boshqa, o joyda suni işletiş gücü yetti, onu uğurluş bulmaydı. Ma kafir Xitay, uçağınızda tarat alsan bulmaydı, namaz okusan bulmaydı. Diğer vasıta amal var, uçağınızda mene teyammum diyen nesimi de silap kısam okulumda koysak bulunan gibi de kolu bir, onu da kolumda. Eğer
Şundaq vaqtımızda bu adam əməliyyatda namaz oxuluşı olmaydı ekan. Qılmagan bolsa tayammumla u çağımızda aşı işaret qilib namaz o'qib, ya'ni beshiniki masalan bundaq agar buni o'qib qolsa ana ekan, qanday qiladi? Bundaq bir ishorat qildirmaydi ekan, buni o'qib qolgan, to'sidi ekan hozir. Hatto ko'zining harakatini tortib to'sgan bo'lsa, u chog'ning o'zida mana shu fiqh kitoblarniki nimasi deb uchu kechiktirildi. Kechiktirilib, agar u yerda chiqqan bo'lsa qazosini qiladi, agar uni yutib ketgan bo'lsa, o'sha ilib ketgan bo'lsa shahid bo'lib, jazman u odam ashta holati shahid bo'ladi. Jazman u odam o'zi shahid bo'lib, uttula Allohning fazli jannat kirib, so'roqsiz chiqib kirdi. Kirib ana buniki martabasi payg'ambarlardek kelgan eng yuqori martabada bo'ladi. Manda bir yer. Mana mushundaq oyat chiqargan bo'lsa, u chog'imizda bu odam o'zi chiqqandan keyin namozini shu qazosini shu qilgan. U ishorat bo'lmabdi, tayammum qilish imkoni yo'q masalan hozir. Ashudaq bo'lsa namozini o'zi kechiktirib, u chog'imizda qachon chiqqan bo'lsa, u chog'da buni qazosi qilib, agar o'lib ketgan bo'lsa, buning o'zi Allohning oldiga borib shahid bo'lib, u chog'da Alloh shahidniki yuzidan u gunohni afv qilgan bo'lishi mumkin. Ma'lum darajada endi şehit bo'lgan odamning o'zi utdi bilan jannatga so'roqsiz kirdi. Bu bor. Allohning boshqa nima bu hadis bor. Buni mushtaqchu qiladi deb nim qilamiz, buni iroda deymiz. Endi ashudaq u odamning o'zi tarat og'il qo'ymaydi ekan, namoz o'qib qo'ymaydi ekan, ammo tayammum qilib qo'ydi ekan. Buni masalan kofir hamma nimasi o'xshamaydi. Tayammum qilolmaydi ekan, ammo endi tayammum qilib ashtaqqa bo'lsa bu odam tayammum qilib ishoratdan namoz o'qib uningdeki chiqib bo'lgandan keyin bu odam o'zi namozning o'zini qanday qiladi deb qayta i'oda qilib, ya'ni qayta qazosi qilib o'qiydi. Endi bu namozning o'zi qazosi bo'lamdi yoki boshqa o'qish bo'lamdi? Bu nima Allohning o'ziga nima ma'lum. Endi yana bir gap. Fiqh olimlarimiz shunga birlik keldiki jazman ma'lum odam namoz o'qimaydi. O adam mağan halet tutup namaz okuş küçük olmaydı. Bütün ölümanımız bunu da bir ittifak. Her kandak adam menip durup namaz okuş küçük olmaydı. Bu nime ittifak. Şunun da denizde su yüzüp atkan adam, su yüzüp durup onda namazın vakti kip kaptır der, onda namaz okuş küçük olmaydı. Küçük olmaydı. Ama munhaziminin hilafına mağlup boğan, yani mağlup uruş meydanında mağlup bulup kafir taraftan boğan adamdaki hilafından. Yani uruş meydanındaki işte hilafından. Uruş meydanında kadar kılıdı mağlup boğan, işte kafirler öldürmen de vardı, bastırıp vardı, namazın vakti kalkan da kıldı. O canlıda minip durup ve ulak minip durup okuydu. Ne kıldı okuydu. Çünkü namaz yani o nayet muhim. Bu namazın isminin deyimiz o değil. Bizimki İslam dinimizde salat-ı havf. Şu deyimiz. Nima o? Salat-ı havf. Bu mağlup olup uruş meydanının üzerinde keçip baştaki adam üzerinde ulak mingen halette işaret namaz çok okuydu. Şu adam ulağın üstüde çok turuşçu gerek. Şunun andaki nemi koy namaz okuydu. Ya ki o adamınki ulakları mağdu. Ulakları mağdu yüzü ulağınınki üstüde çok turdu. Ya ki Uraqanın üzü tağdı, nayt iştik yügürüp mağdı eken. Mağan bolsa, akı düşmen geldi. O vaxt namaz vaxtı qalğan bolsa, o adamın üzü, ulağın üzü düşüp durup, men aş namazını nem kılğan ki, muş adam okuydu, muş uruş meydanının üzüdeki, ama bunun başka adamın üzü menip durup, ya ki su üzüp durup, bunda namaz okuş hareket kıp durup, kat denilmemesi o duruşçu enes. Endi bir adam işaret kıp namaz okuttu, mesela bir düşmende kork. Ayada düşmende bağda endi. İşte bu nimkutlarında namaz okup kalsak, bunu aş tuyuksuz hücum kılıp bizdeki ya ak tarafımıza ya kılıyma tarafta. Uçağımızda muşu sebepten bu adam namaz çok okuttu işaret kılıp. Ya ki jit kuşayvan bakken, ya ki keselken bu adam namaz okuşkan menip durup, ya önüme örtürüp durup, ruku seyit kılıp okuyamaydıkken. Bunda oturup buna okuyduğu adam iken, ya ki olmaydı bir layının cəhd namaz okuyman deb mundaq bir öğrenim qilmasa hammasi suv patqab uçağınızda meni qanday qiladi o adam ashtaq vaqtimizda namoz okuydi.
İşte düşman karab, işte kızım düşman badise, uçağda kayısı karab olsun, işaretle namaz okuydu. Şöyle hiç kuşayvan olsa işaret namaz okuydu. Kesel adam olsa mı da inşamaya kalmışlar bir iş olan olsa, ya ki lay varken ya su varken değil denizin nemisi. Bu adam aşağı işaret namaz okuydu. O Kur'an'daki bu adam üzerine namazınki üzerine maydanı diken iade kılmaydı. Namaz mı? Namaz. Namaz çok doğrusu çok buluyordu. Hem de yeni bir mesele. Vel mukayyet iza salla kaiden. Yu'idu inde Ebi Hanifete ve Muhammedin. Hem de kişilengen adam. Yani putuluk kişen silingan adam. Kaçanı ki o adam oturup namaz okan bolsa, o adam şu kişeni hep azatıp çıkan deyken namazın ki üzünüm kıldaydı İmam Ezzem ile İmam Muhammed bunu çok kaydı iadı kaydı okuş gerek. Deydi o İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin nezide bunu mesela iadı çok okumaydı. Okuan deydi. Doğalken bunun karta bizdeki raylarımızda kaçta kolu kişen bağ açta okumadan bolsa, eğer işaret namazı okup ya ki teyemmüm kılış imkanı yok. Böyle aşırıdak teyemmüm kıldığı adam namazı okuttu. Okan bolsa uçağını namaz İmam Ezem'de İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi o adab turumudun çıkan deyken iade kılan ki. İmam Ebu Yusuf bunun çoğu kılmasın boludu deydi. Hem de bu meselemizi de özümüz kanı kalgan bolsak şunu kısak çok boludu. Ha bunu kartan mene başka İmam Ezzem, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed diyenler mezhep sahibi. Onun deyken şu mezheple şu mezhep sahibini oturup bir hıfan çıkıp rivayet kılgan bolsa onu tercih kılıngan alımlar, tercih tabakat var. Bunundaki tahricat deydigan muştak usul, nimba kaydı var. Munda yani kayız gapni tercih kılımız. Bu husus ega olan alimler var. Onu deyken şu mezhep imamlarınınki aş tutkan usulü ve gepi asasen onundan bir yine yengide bir nima chiqirdi qonun chiqirdi tarmoq ya'ni nima hukm chiqirdigan gap fatvo buni deydi uni ahli tahrij debdi mudaqcho atiladi uni dekin mushundaq kitobni tarjima qilib o'qitib qildigan deydi bu asli to'rt tabqa bo'linadi birisi sobiq mazhab yana birisi sobiq tarjih yana birisi sobiq tahrij yana birisi umumiy xalq endi xo'sh, endi bundaq ishninki o'zi ashtaq yuz bergan bo'lsa, ish ashtaqchi bo'ladi. Mushtaqa tayammum qiladi. Ya qilmaydi, ya namoz o'qig'asi mushtaqa qiladi. Bu ish shu hozir tugadi. Tugandan keyin buniki ikkinchi masalasi bor. Ikkinchi masalamiz biz tayammum qildik. Tayammum nima qildik? Mana dedik, bunda qadam qildi, unda qildi, bunda qildi dedi. Bunda ish bo'lsa, bunda qildi, tayammum qildi, ya namoz o'qidi, mushtaqa qildi dedik. Xo'sh, tayammumniki o'zi qildik-kamiz nima bilan qilamiz? Mana yuqorida tayammumniki farzi va rukni dedik. Shart dedik. Tayammumniki rukni o'zi ishqatda urish, to'pig'icha zaminga urish dedik. Urish degandagi birisi yuzni silash uchun, yana birisi ishqi bilahni jaynakkacha mana silash uchun nima qilamiz? Uni yalchi uramiz. Urgandan keyin urilgan narsa nima bo'ladi? Endi mushtin keldik. Yani nimeti teyammüm qilamiz. Ya laydımı, ya topudumı, ya taşdımı, ya ki çang tuzağındımı, ya ki nimeti qilamiz. Yani muşun üstünün qilamiz, to'xtalamiz. Yani ayetin içinde fe'illem tecidü ma'en feteyyemmemu saiden tayyiben diye ayet var. Eğer su tapamısanlar, sırf teyammüm kılınlar, saiden tayyiben. Yani sayt degan gapni o'zi o'rlab turgan, ya'ni zaminning ustidagi pokiz bo'lgan bir to'p bor. U to'pniki nima pokiz edi. Shu to'plar tayammum qilinadi dedi. Degandiki sayt masalasining o'zida o'lmalarımizin o'ttirda bu yerda ixtilof bor. Bu sayt degan nima? Sayt deydi yer sharning ustidagi barliq daskarahning o'zini, ya'ni bir jinsi bo'lmagan hammani sayt deymiz. Ya'niki 100 qatlamidagi to'pa. Yani 100 katlı degan gap bu. Yine bazı adamlar ya bu sayt degan fakat aş topudan ibaret olan aş narsa. Bunun başka narsadan tayammum kısmı bulmaydı deb fikir alımız bunu çok değil. Bizim yani bir mezhepten bunda. Dur soludu tayammum kılış. İmam Ezzem, İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin nezide
Mana ziminniki cinsi olan her kandak nesile. Ziminniki şu tabiatidan, ziminniki kısmıdan boğan, ziminniki içindeki barlık neskeler kanıdı bolsun, tamam tayammuk sak nemi deydi o? Durus deydi. Mesela nemi o? Mesela topa, et topa. Şununda taş, kum, zernif deydigan tibobatning nima qilgan bir nimasi bor, bir narsa bor, zernif deydigan. Andan keyin birisi surma. Surma ziminniki nimasi deydi, uni bir parchasi deydi. Endi birisi nima o? Birisi mudasinch. Mudasinch deydigan mushtaq bir tosh bor ekan. Ya'ni murdasinch deydigan bir tosh. Onun başka nevret deydigan nima var? Umu taşdaki bir kısım buludu. Bu. Yeni bir sonraki mağret deydigan bir taş var ekan. Bu taşın üzümü bu mağret deydigan bu topununki bir kısmı ekan. Yani seri mayl olgan, yani nima deymiz uçağın özündeki vatanimizin özüden mana topu deymiz, ma deganni seriq topu deymiz, deydigan ashta nima var. Mana mushu narsalarniki va uni o'xshaydigan men mushtaq narsalarniki masalan nima qilsak tayammum qilsak nima u durus. Bu nima bo'ladi? Durus bo'ladi. Lekin durus bo'lmaydi. Ziminniki jinsidan bo'lmagan narsadan nima qilish? Tayammum qilish durus emas. Yani ziminning jinsi degan gap ziminniki ayni Allah yaratdi zimin deb atildigan, ziminde chiqadigan, ayrim mushtaq chiqadigan nima u narsa. Bu nima zimin jinsi bo'ladi. Unda o zemin cinsi yukarıda düşüyor. O zeminin cinsi olmayan bir neskerah var. Mesela kavun, altın, gümüş, tümü, kolşun, yani buğday ve ondan başka üstündeki dalları. Şunu da yemek, içmek diğer neskerahın üzü bir vasıta zemininki üzülücü çıkmaydı. Cinsi emez. Ama vasıtadan çok var. Bununla demek kısak, tayammum kısak çok olmaydı. Biz mesela onu karayız. Eğer mındaq qandı. Mana bu zeminniki jinsi olmagan deb oltin, kumush, shundoq tumi, qo'g'shon, bug'doy va undan boshqa yemak-ichmak, mana lag'mat pola deydi. Mana bu masalan uniki dallari. U dallardan chiqqan ezib qolgan masalan qo'nug'ini, bug'doyini, qo'noq uni, guruch uni deganidek. Mana bundaq narsalarni tayammum qilsa bo'lmaydigan bo'ldi. Bo'lmaydigan bo'lgandan keyin egar deydi. Mushu narsaning ustiga bir chang tuzangchu bor ekan. Mesela tümünün üstüde ya altı topu getirdi o. Çantuzangda topunun kelimesi. Ya kovuşunda bakın. Bu olan bolsa uçağımızda benim bizdeki Hanefi mezhepte yani İmam Mezzem dedi ki benim muşu neskerenlik çantuzang olan topusuyla urup yüz animi gemez topusuyla çantuzangını yapıldı. Bununla teyammuk kılış nemi deydi o duru sepçu karıydı. Ama İmam Muhammed rahmetullah'ın göz karşı ikki rivoyat varken birisi de buludu, yin birisi de olmaydı. Dep nima qilgan qaraydi ekan. Endi xo'sh, endi hozir endi zamindan tayammumni nima bilan qilamiz, nima bilan qilmaymiz? Buning ustiga ozroq bo'lsincha to'xtaldik. Hozir endi shu narsaga urush dedi endi. U narsaga nima qilishdi? Urush dedi. Fatayammamu saiden dedi. Endi feylen tecidu ma'en feteyemmemu saiden tayyiben degan nima bu oyatda. Bu oyatning o'zida nima dedimde agar suv topamisanlarsa pokiz to'plar tayammum qilinglar dedi. Unda o'niki bu tayammum qilinglar degan gapning o'zi, ya'ni bu nima degan gap? Tayammumdan maqsad qilish kerakmi, ya'ni nima qilish kerak? Buni asli nima shar'iyda tayammum qilish degan gap ana tayammumni rukni degan. Mana bir qator yüzü silash uchun urush, yüzü silab bo'lgandan keyin yana uniki ikkinchi qator ikki qo'lni bilak kelishga urush. Mush urushniki o'zini deymiz uni, işte urg'a vaqtida andi to'pig'i o'zini urib bundoq qilib, ovoz chiqarib deganidek, buni tayammum deymiz. Unda o'qidikin bir odam o'zi undoq qilmabdi, bundoq qilib ketdi. Hatta eğer bir adam o'zining qo'lini bir tosh, silliq toshning ustiga qo'yibdi. Onun şantuzançı yok.
Bunday qo'yib tikanda. Yoki bo'lmaydi bir zaminki, u zaminning o'zi nima yo'l. Nadi? Deydi, uni qat'iy ajraydigan ashta bir nima ekan, u zamin ekan. Zamin ustiga u odamning o'zi men ash qo'lni cho'q qo'yibdim da. Qat'iy chopishib chiqadigan. Lekin u odamning qo'liga hech qanday bir narsa nima qilmabdi, sug'ishib qolmabdi. Yani chopishib qolmabdi. Ya topa yoki bir narsa kerak, zaminni bilan choplashmagan bo'lsan, İmam Azam rahmetullah alayhi nazarda taharet tayammum durust. Lekin endi İmam Muhammed rahmetullah alayhi kelgan vaqtida buni ikki rivoyat bor ekan. Birisi durust, yin birisi durust emas deydi. İmam Ebu Yusuf rahmetullah alayhi kelgan vaqtida İmam Ebu Yusuf deydiki, shundoq narsaga qo'l urgan vaqtida, silgan vaqtida, agar u narsalarni hech qanday bir chopishib chiqmasa, taharet durust emas. Agar chal nima qilsa, u odamning qo'li chopishib chiqsa, uni lekin nima bo'ladi? Durust bo'ladi. Chunki chopishib chiqdi degan gapning o'zi topa degan gap. Topa degan zaminning nimasi? Jinsi. Bu e'tibordan uni qattiq chopishib chiqmasa bo'lmaydi. Qo'limda qo'yib tikanda, qo'ygandan silab bunday chopishib chiqqan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi deb imom Abu Yusuf shunday deydi. Endi bu yerda endi yuqorida bu tayammum qilishning o'zi toshda bo'ladi, oltin bilan kumushning o'zi bo'lmaydi deb bu yerda ikkisini o'ttirib farq etdingiz. Bu qanday farq etildi bu ikkisi? Qanday farqi bor? Mana bu uchamizda qo'v toshma zamindan chiqadi. Oltin kumush zamindan chiqadi emasmi? Desa, ikkisiniki o'ttirib farq shudurki, mana bu oltin bilan kumushni Alloh taolo zaminda yaratdi. Nima qildi u? Zaminda yaratdi. U to'g'ri. Lekin shuki jazman u farq oltin bilan kumushning o'zi o'tda nima qildi? O'tning o'zida u eriydi. O'tning nima qildi? Eriydi. Lekin toshning o'zi nima qilmaydi? Erimaydi. Qandaqki to'pining o'zi o'tga solsak hech qanday bo'lmagandek, toshning o'zi nima qilmaydi? U yerda erimaydi. Erimagandiki toshning o'zi bo'ladi deymiz, zaminning jinsi. Ma oltin bilan kumushning o'zini nima deymiz uni? Uniki o'zi u shundoq bitim yoki qilmaydi, o'tga solsa erib ketadi. Bu zaminning jinsi emas ekanki, zaminning jinsi bo'lgan to'pining xususiyati nima qilishi erimaslik. Nima qilmasa shu bitim turish mesela boshqa bir shakl olib ketsin. Deydi. Endi toshning o'zi nima qilmaydi, ana erimaydi. Adrabni sanoat ishlatib toshni ras qisitib, uni har xil metal va aluminiumni tümünü chiqaradigan bir ish bor. U boshqa normaldiki deyapti demdi. Ammo yana nima qilishni qilmasning o'zidagi gap ekan. Ammo hozir yana nima deydi? Endi tayammum qilish qish bilan. Ajur. Qish bilan qavati İmam Azam rahmetullah alayhi mutlaka durust. Nima u? Mayli, top bo'lsin, bo'lmasin. Durust. İmam Muhammed rahmetullah alayhi nazarda bu qishki tayammum qish bilan tayammum qilishning o'zi durust. Agar unda qilsak, o'changizda men unda so'qib qavaqni o'chada o'rlaydigan chang tuzang chiqadi. O'changiz u durust yoki bo'lmaydi, u qishning o'zida nima ekan, uni chang tuzang cho'p bor ekan. Bor bo'lgan bo'lsa, o'changizda bu vaqtda durust. Bo'lmasa nima emas u? Durust emas deb cho'qaydi. Endi buning ichida bir odam bu yerda masalan et toppa. Toppa bayanın üzerinde apırıp sizler bunu taşlap anı kılın demek yemez. Eğer ondan yani üzerinde aç alıp bağlaması aç çan tozağında aç topunun kılığın bek yaxşı. Bu yerde ne yok? Bu yerde çan tozağın neme et topu yok. Bu yerde ne bak şva taş var. Uçağın ne kıldı? O yerde top tapamı deyin. Demeyin. Siz şu neslin üzge alır diyecek. Aç nesler ne mi kılısır? Tayammum çok kılsız. Tayammum kısmından usul ne buludu? Durs oludu. Diyen ne buludu? Gepçi buludu. Eğer hem deyin bir mesela. Bir adamniki yüzdeki kimi topup gitken. Topup getkendeki şu topu olan kim bilen ne kıttı? Tayammum kıttı. Ya ki işte tayammum kan bolsa uçağınızda o tayammumniki üze kandak kıttı. O tayammum kan vakti toplamışta kim urtmışta kan bolsa
u canlıda bu topun yüzü o adamga şudak yetipti. Çıkıp o adam teyemmümünü yitibeden açtakkan bolsa bu nima o durus. Teyemmümçü durus. Yoki olmaydi böyle kiyimdi bu başka. Nesiga muşuddak ya pakiz çang tuzan varken. Yoki shamal chiqibdi. Shamol chiqib ketibdi, furr deb shamol chiqib turdi. Chang tuzan ketdi. Shunga shamol chiqqanki, bu yiliq to'pining o'zini u nima shamolning o'zi tuzib tashlab ketdi. Shunga bu to'pining o'zi u odamning yuziga ikki birlik yetibdi. Yetgan vaqtida to'p ketgan tepki. Shu jonida u odam niyatniki sababidan nima demen namoz o'qigan suv yo'q hozir endi. Unda on chang tuzan bu jangalda keldik. Dep niyeti bilen aşı adamın yüzü şu konuşda sılap bilmedi sılap kısa İmam Azam rahmetullahi aleyhin nezire bu nime o şu teyemmüden namaz okuş nime o duruz. Nime o duruz. İmam Azam bilen İmam Muhammed rahmetullahi aleyh bu nimdeydi onu duruzçu deydi. Şimdi meyli o adam top tapsın. Meyli toplucu tapmışsın o yüzün yüzü de uçu duruz buluyor. İmam Azam İmam Ebis rahmetullahi aleyh de Kaçaniki yeni bir top tapkan bolsa o adamın özü men açan tuzan başka ayet top varken uçağınıza bu durs olmaydı o dak programda bulmaydı resmi ayet top kirip vurup andaki mıdak sılapçı kırış kere der müştak çok karaydı. Hem de bir adam tuzuren nim kıpto teyama kıpto tuz şoluk tuz deyimiz değil mi? Cangal bulungan. Eğer o tuzun özü suuluk olgan bolsa dursulmaydı. Yani suudukı mensup olgan tuzken suvdan chiqadigan to'pi zemindan emas suvdan chiqadigan hozirgi davrlashdan olib ketib ko'l zemidan ko'ldan chiqadigan men mushtaq bo'lib ketgan bo'lsa undan bir tuzular nima qilish tayammum qilish usulchi durustchi emas agar u tuzning o'zi jabal yutdi tog'dan chiqadigan tuz ekan toshlik nima kerak u chog'da bundoq tuzulan tayammum qilish nima u durust bundoq ve lekin mıda deptek açtak bozsumun fikri alimlerimizdeki Hanefi mezhebindeki alimlerin içinde en meşhur tercih ölümalarının katarında vatkan Şemsül E'immeti Seraksi diye edek. Bu neşkatı bir defa ütüldü tercümenem dedik. Bu edek benim nezdimde bunda vakti üzere yani tuzla ve tağ olsun tağınınki tuzlu olsun bu teyyamı dursa ben. De bunda çok kalıydık. Bu gapning o'zini al-muhit degan kitobning o'zidami buniki ash kitobni mushtaqchi debdi bu tursa emas debdi chunki bu olimlar tercih olimlari ya'ni shu mazhab imomlaridan sobi mazhab imomlaridan ashli rivoyat qilgan bir qancha rivoyat qilgan bo'lsa bo'lsin uni bo'ladi bo'lmaydi deb tercih qilib mushu xalq uchun deb bergan bir olimlar unda ular bular tuz bilan suvda chiqqan tuzlar qat'iy bo'lmaydi tog'da chiqqan tuzlar uchun bo'lmaydi deb mushtaqcho deb demdi. Endi va sabihatto. Sabihat yani sho'luq joyniki o'zi tuzluq ziminniki o'rnichi bo'ladi deydi. Milk degan faqat xolis tuz. Sabihat degan sho'luq joy. Yani sho'z bilan tuz bilan nima to'pi aralashgan joy nima deymiz uni sho'luq deymiz. Buni arabchada sabihat shu deydi. Men mushumu tuzning o'rnida bo'ladi. Bunu da İmam Azam rahmetullahi aleyhinizde buludu. İmam Muhammed'in ikisindeki de İmam Ebu Yusuf'daki de eğer Adem'deki aşında topu nimkan bolsa buludu. Dedi dikin men Şemsül E'immeti Seraksi rahmetullahi aleyhiniki helvani Seraksi men Adem'deki göz karşıya dürüst olmaydı o. Deyimiz yani dürüstçü olmaydı. Dikin Esvicabi diyen Adem yüzdeki meşhur aş bir kitap var yani bir metni kitap yüzüge şerikan. Şu kitapta şuna depti. Teyemmüm kılış şoğulen durur depti. Çünkü onun top bozma durur depti. Şimdi bu peri meseledeydi. Peri meselenin üzerinde naiti başlar inçkedeydi hangi. Şimdi yeni bir gep. Bir musafir bir adam bakken. Sefer gidip verdikken bu adam yağmurcu yetipti. Şundan
u odamniki kiyimi va miniyotgan ular qorniki otga binaskan eganing o'zimi yo'lib ketibdi. Kiyimi yo'l, shu mingan egami nima? Mo'lvilarniki hammasi degandek yo'lib ketdi. Lekin bu odam bu yerda tayammum namoz vaqti ketdi. Su yo'q uçağımızda. Ya başka bir narsa yo'lib ya talep bir narsaydi. Uçağımızda bu adam topunu, quruq bir topunu tapamaptı. Ya taş, vayni suvni tapamagan bo'lsa, uçak qanday qiladi adam? Uçak qanday qiladi? Uçağımızda bu adam yüzdeki kiyimiga layni surkaydi. Layni surkash orqali buni qurtidi. Qurtib, andikin buni uglaydi. Uglab o'tdi mana shundoq. Unda qilib, andik to'palatga kirib, shu vaqt o'zida buni bilan nima qiladi? Tayammumchi qiladi. Qo'y shu yo'q, hammasini ketdi, kiyim degan mushtaq ketdi, qilaysan. Ha, unidikin hammasi bu su patqoq desa, asta bu odam shu patqoqni ashib kiyimga kelib, buni asta ezib andikmidi qilib qurtib, buni bilan anidikin to'poldan. Buni bilan shu tayammum qiladi deydi. Unda o'zirchi yo'q. Endi ولا يجوز تيمم بالتيم dur sonmaydı tayammum kılış layılan. Layılan ne kadar tayammum kılıştırır. Ama bununki üze zemindeki cinsinin bozma lay topunun bir şekli olsun mu? Lakin o nimeme sait demez. Sait diyen ne diyen saade diyen öldü diyen. Yani zemindeki içi çıkan narsa bu da şamal binasının kısamda öğrelep turduğun çan tuzan olduğu binası. Unda onki layniki üzel laylık alet tutup undakçı öğrelemeydi. Kaçanı kursa andikinim konular öyle yani. Uçak top oldu der. Şimdi şunu oşaş dedi Şemsül E'immetil Havani. Şimdi Şemsül E'immetil deydiğen alımdı iki kısım var. Birisi Şemsül E'immetil Sarahsi. Yine birisi Şemsül E'immetil Helvani. Deydiğen müştak. Katta bir iki alım var. Bu İmam Ezber'in mezhep arasındaki en meşhur ve tercih alimlerin katarıdır. Bu adam depti ki lay bilen tayammum kılış dememesi o tayammum kılmaydı değil. Lay bilen tayammum kılmaydı. Eğer o adam lay bilen tayammum kılgan olsa madem tercih dedi ki dürüst oldu o dedi. Şuna yani bu fikir yapının üzerinden ama Kur'an yetişbayazı uç desvayanın üzerinden hiç kadar bir ölüm alırımız ya amezimiz hitap çok kınmaydı. Lakin o ayet ya ki bu kalsa şu ayetninki düşünüş cihette. Düşünüşlü yüzün dememez. Yüzündeki bir usul var. Şu usulü koydu. Şu mesela Peygamber ne degen, sahabe ne degen, bunun kadar emel kılan, bununki logat mensimi bunu işletip andiken, bunu tetkik andiken, hem yani seliştirip durup andiken, şununki aşı ictihatıga asası bir hüküm çıkardı. Onundaki kalan mezhebi şuna çıkargan. Bu demem şuna bu yerde ihtilafı mesele şu. Ama Kur'an uç aşkar boğayanımızda hiç kandan bir nezd ictihat kılışkın durursa emez. O yer anda akılmadı özgürlük bulmaydı. Bu yerde bir alan buldu. Yeni bir alan fakat bununki üze her bir adamniki bu nime o bir düşenç meselesi. Düşenç meselesi olan boğandikken bunda düşenç meselesi üzerinde per'i ahkamın üzerinde muştak bu işin üzerinde bir nimettir. Nima o bir nimet? Bu afet emez. Ama itikadi meselenin üzerine muşundak pırık buluş, o fikri tarafı bölünüş, düşünce tarafı bölünüşün üzeri bu afet, bu nimet emez. Bunu her kandak vakti nimet kılmaz, onu İslam dinimiz bunu tosudaydı, o bulmaydı deyimiz. Şuna ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı da bunu da turuş, şu bu düşünüş, şu bu fikir kılış, Kur'an ise umumi tarafı çıkargan ehl-i sünnet vel cemaatın yolunu da tutuş, bu nime o mutlaka bu doğru. Bunu da apırıp yani başka mezhep çıktı diyen o Kur'an deydiğin kadar Şia ya ki Havariç ya bir binası dese onu apırıp yeni tarmaklarını mutlaka her bu tarafı yaxşı oldu deyilmeydi. Çünkü fikri ve düşünce taraftan boğan, itikadi taraftan boğan bu düşüncesi birisini öldürüş adavat yapırdı. Değil mi adavat yapırdı? Bu adavat yapağındaki bu kat dinimiz İslam dinimizde duruşçu emez. Ama ahkam meselesi üzerinde durur. Çünkü
bir yaniki üzerinde, yani baş kainatın mesela, bu yazda yazılı deydi. Mana u yer bir yer o'sgan yoylarning o'zida bir xil gulvos bir xil. U bir u o'sha bir huzur, lazzat beradi. Ammo bir yaningizda har xil gul bo'lsa, har bir boqsak uningizda har xil mevalar bo'lsa, u chog'ingizda texim chiroyli ko'rinib, texim huzurchi, alovatchi Allohga. Bu uning ustiga zohiriy moddiy dunyoning bir nemisi o, bir shakli. Dünkü dünyada nesna diyecek. Bu madde olanı bir de arzu gözü mazar özgürdü. Bu zahire emel diyen ki şu. Şu an Peygamberim ihtilaf ümmeti rahmetun diyene benimki ümmetindeki müşperi meselesi birisi andak birisi mandak ama nesvayan üzerinde dürüst emez haram haram emez katli mümkün maydı. Müşte uşağı mesela bir ben azı ukatını. Bu diye vaktinde bu ne bu? Rahmet. Neymiş kan? Bazı adamların madde bazı diyen yapmışı marayun ma zamanı layık şunu ihtiyar kılgan gap. Yine bazıları yine ihtiyar kılgan gap. Yüzdeki emni şeraittin, yüzdeki yaşavatkan coğrafik zaman ve ornu karab, kaysı muhabbos talı solu dene. Bu rahmet oldu Allah Teala'nın ki. Eğer hemen apırt bir nesil apırt müştak kılsın ne olur uçağınızda, Yahudi de uçağınızda, müştak kılmışsan bombaydı da uçağın tas ağır müşkülatla çıkaran gap. Bu bir rahmet olğandı ki biz bunu da hiç kana vaxtımızda bu bulanıki muşdak deyişinin üzeri hiç kana anın hatta man demekçi emez. Uluniki Kur'an hadis şunu da mezhep imamlarınki usul ve geplerine asasen muşlik tercih kıvadıdı. Sen tercih diyenim genge mani kısmı sen umo buludu lekin masal uptıraq degan gap. Onun için muştak bir gap çıkan bolsa uçağınızda yeni bunu yine akıdın katta alimlerimiz var. O ne deydi? Onu tercih bir yer bekitip hani metin yazı şeriatı bunda kılır. Bunu kalayımız. Endi şunu olsa şimdi bir gapning o'zi. Tayammum qilishning o'zi gash deymiz. Gash bilan tayammum qilish nima u? Durust. Gash. Uni ham to'pi bilan chiqadi. Shunda ko'zi bilan deydi. Ko'zining o'zini sen shunday ursak, chunki ko'zi degan nima bilan loy bilan nima bilan seriq to'p bilan aralashtirishdan o'zi qancha. To'p bor uni ko'zini. Yeni birisi andikin şu nazare deydigan bir narsa varken yani bu nima o? Yeşil topu arışangon yani sevgiz topa. Sevgiz topu bilan yine tayammuk sahmi nima o? Durus. Şunu da tamla varken mesela önü tamları binan tamları bu tamlanın üzü nemeden boğan bolsa uçan üzde bu laydı yasalgan tam bolsa. Ama hışten mesela hazırda tümüdün yasalgan bolsa bulmaydı. Eğer laydı yasalgan tamla olan bolsa bununki üzüde meyli topu olsun çan tuzan ya ki bommusun uçağınızda bu nimkılar tayammum kuştur. Ama simonluktaki hazırda bundan olsa topu olsun töpü doğan bolsa konu olan bolsa durust. Ama yanındakimizde hazırda eynek mundaq nimkan bolsa bu duruşçu emas. Çünkü simonlukçu nimsi emas, cinsi demez. Hem o yer topçu tutmayın. Ama onun töpü topu olmasa ayağı yukarı degende uçup buludur. Endi bir adam Hazep bilen nima qildi? Taymon qildi. Ya'ni nima bilan? Hiji qacho'lan. Hiji qacho'lan nima qildi? Taymon qildi. Mesela bahar deydi o hiji qacho'lan jarang-jarang qilgan. Bu hiji qacho'lan bu adam nima qildi? Taymon qilgan bo'lsa, agar u hiji qacho'ning o'zi xolis topidan ishlangan bo'lsa, unga mana dorilardan hech qanday binasi yo'q qilmoqda. Hamda hech qachon dori binasi aralashtirgan şeydi qaranchada. Undaq qilmay faqat xolis topidan bo'lgan bo'lsa, o'chada durust. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, tayammum qilishning o'zi durustchu emas. Hamda hozir hech qachonki yo'qolib ketdi. Hozir men hamma sonun nimasi shu. Qo'limiz bo'lsa uy kirib ketdi. O'chani yuriqni qachon ishlatmaymiz hozir. Bu ishlarning o'zi o'zgarib hozir boshqa narsa ishlatib bu tarat olsa ham ashlaq bo'lib ketgan qoldi. Hem o vaktimizde bir hayatlıknınki asas şu değil. Hem de şunda boğamız şehir hayat bunda boğam bilen yine yeza, yayla, o anında başka kışlaklarda yine müşte hayat buluşu mümkün. Şu yine akıdır. Bu gibi bizdeki ömrümüz bir kadar uçkaşmandı. Bizgi nispete bulmagan bilen yine onun da başkacık edemi var. Onun ucu onun kolu da uçkuşur. Eğer bir edemin üzeri külüyle tayammum kan bolsa bu dursunuz. Çünkü kül diyen
Onun buldu o bir yağışını onu köytürüp başka bir nesne aylandırıyotgan. O zemin cinsi bulmaydı. O eğer aralashgan bolsa, çağda yelik külnün üzü topu aralashıptı. Şurada qandaq qilmasa, agar to'pining o'zi jiq bo'lgan bo'lsa, tayammum qilish durust. Agar oz bo'lgan bo'lsa, to'pi oz, kulning o'zi jiq bo'lgan bo'lsa, uni durust bo'lmaydi. Endi yana birisi mundaq gap, tayammum qilishni qanday qilishi? Endi bir zaminning o'ziga bir nijosat yetibdi. Masalan, bir yer ketib qolsak, bir yerda shu to'pa, ya'ni o'zida eshak yoki kala bir narsaniki tezligi bor yoki uniki suydigi bor, ya aroq bor deydi. Mushundoq vaqtda yetgan bo'lsa, u bir nijosat. Unidan u zaminning o'zi kunninki turishida qurib ketibdi. Shular izi bor bo'lmasa, xudo kuni qurib ketibdi, izi cho'k ketibdi. Qolgan bo'lsa, uni asrim yo'qolib ketibdi. Izim yo'qolib ketgan bo'lsa, o'changizda uniki ustida namoz o'qish durust. Nimishqa? Chunki uniki paskin qilishniki o'zi, u nijosatniki yo'li. Yo'l degan gapning o'zi uniki ichidagi ashu yujayniki malkolning o'zi, uning ichida shu bor. Bo'lgankin u narsa u odam namoz o'qigan bo'lsa, kiyimchi yo'qidi yo'l vaqtning o'zida. Quruq vaqtda u ham yo'qolib ketadi yo'llik, suluq. Unda bo'lganki normal bir holat shu qoladi, o'sha namoz o'qishdir. Lekin bunuga tayammum qilish durust emas. Namoz durust, tayammum qilish durust emas. Nima uchun? Chunki Alloh taolo bu yerda soyidan toyiban degandan keyin u shu qurib ketsa-mu bu toyibchi emas. Pokiz degan gap bu. Bu tarafdan durust emas. Lekin bizniki ashablarimizda shunda rivoyat qilinibdiki, men ashudda to'pin uzidimi, ashta qurib qolgan, ashta to'pin uzida mushta tayammumsi durust degan bundaq bir rivoyatlarmi cho'q bor. Mishta tayammum sahmovchi va mishta rivoyatchi bor. Deydim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.